Blinchikka umuman o'xshab chiqmaydigan qizlar uchun bugun bittada o'xshab chiqadigan yumshoqqina, teshiklari ko'p bo'lib chiqadigan idealniy blinchik retseptini qoldiraman. 2 ta tuxum, shakar, tuz, soda solib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan 1 stakan to'la un, 1 stakan to'la qatiq va 1 stakan qaynoqqina suvni sovuramiz. Meni idishim kichkinalik qildi, shu uchun katta idishga solib yaxshilab aralashtirib oldim. Yog' solamiz. Men choko blinchik qotganim uchun kakao soldim va bitta massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirdim. Tovamizni maksimalni qizdirib, blinchiklarimizni quyib pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, teshiklari behisob bo'lib chiqadigan blinchiklarimiz tayyor bo'ladi. Ichiga xohlagan nachinkangizdan foydalanishingiz mumkin. Men bugun mishuni siroklardan foydalandim. Ham oson, ham mazali. Bu sirokni bir marta yeb ko'rsangiz, juda ham mazaliligiga ishonch hosil qilasiz. Blinchiklarimiz orasiga siroklarimizni o'rab, dasturxonga tortamiz. O'zingiz uchun saqlab qo'ying va blinchik bilmaydigan yaqiningizga jo'natib qo'ying.